Hammaga salom. Agar siz ham homilador bo'lsangiz, bu video orqali eng kerakli vitaminlar haqida ma'lumotga ega bo'la olasizlar. Mana birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Foliy kislotasi bu bolaning oldi, ayniqsa orqa miyasining rivojlanishida juda muhim rol o'ynaydi. Homiladorlikning boshida dastlabki oylarda ichish juda ham foydali. Ismaloq, loviya, brokoli va apelsin tarkibida juda ko'p uchraydi. Temir moddasi. Bu modda onaning qonini ko'paytiradi, bosh aylanish holsizligini oldini oladi va bolaga kislorod yetkazib berishni ta'minlaydi. Agar onaning organizmiga temir moddasi yetishmasa, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, yurak tez urishi kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Bu vitamin asosan go'sht va jigar mahsulotlarida ko'p uchraydi. Uchinchisi kalsiy. Kalsiy bolaning suyaklari va tishlari uchun kerak, u onaning suyaklarini ham mustahkamlaydi. Sut, qatiq, pishloq kalsiyning eng boy manbalari hisoblanadi. Vitamin D. Bu vitamin kalsiyni o'zlashtirishga yordam beradi, suyaklarni mustahkamlaydi. Uni asosan quyoshdan, baliq yog'idan va tuxum sarig'idan olish mumkin. Eng so'nggisi bu magniy. Magniy homilador ayollarning asabini tinchlantiradi, tanasini bo'shashtiradi va uyquni yaxshilaydi. Agar onaga magniy yetishmasa, oyoqlari kechasi tortishadi, uyqusizlik bo'ladi, holsizlik va charchoqqa duch kelishi mumkin. Bu vitamin bodom, yong'oq, banan, sul yormasi kabi mahsulotlar tarkibida juda ko'p uchraydi. O'zingiz va bo'lajak farzandingizni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Agar tanangizda qanaqadir o'zgarish sezayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi vloglarda ko'rishguncha.